O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi tizimida o'z ilmiy faoliyatini yuritib kelmoqda. O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti 1924-yilda tashkil etilgan va Markaziy Osiyodagi genetik resurslar sohasida ilmiy faoliyat olib boruvchi eng yirik ilmiy tadqiqot muassasalaridan biri hisoblanadi. Institut taniqli olim Nikolay Ivanovich Vavilov 1924-yilda Afg'oniston ekspeditsiyasidan qaytib kelayotganda Toshkentda to'xtab, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq muassasalar faoliyati bilan tanishdi va o'zi faoliyat olib borayotgan amaliy botanika va yangi ekinlar institutining O'rta Osiyo tajriba stansiyasini ochilishiga asos soldi. 1916-yil botanika fani uchun birinchi marta yumshoq bug'doyning legulsiz, yaprog'ining tilchasi bo'lmagan shakllari to'plangan. 1965-yillarda amalga oshirilgan ilmiy ekspeditsiyalar natijasida ushbu turning 17 tur xillari va yana fanga aniq bo'lmagan 9 turi tog'li Badaxshon viloyati hududidan yig'ib kelindi. Bo'limda 27 ta ekin turining 5700 qariyb 6000 dan ziyod kolleksiya namunalari bugungi kungacha tirik holda saqlanib kelinmoqda. Bu namunalar yillar davomida ilmiy ekspeditsiya yo'li bilan yig'ib kelingan bo'lib, bu ilmiy ekspeditsiyada Rossiya, Yaponiya, Koreya va bir qancha qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda yig'ib kelingan namunalar. Institutimizning asosiy vazifalari o'simliklar genetik resurslarini yig'ish, ularni saqlash, o'rganish va shu o'rganish asosida qimmatli xo'jalik belgilariga ega bo'lgan abiotik va biotik stress omillariga chidamli namunalarni tanlab, ularni seleksionerlarga yetkazib berishdan iborat. Bunda ekspeditsiyalarning o'rni juda ham katta. Joriy yilda Rossiya Federatsiyasining butun Rossiya O'simliklar genetik resurslari tadqiqoti instituti olimlari bilan hamkorlikda uyushtirilgan ekspeditsiya natijasida respublikamizning turli mintaqalardan qishloq xo'jaligi ekinlarining 139 turiga mansub 615 ta namunalari yig'ilib, milliy genofond boyitildi. Milliy gen bank o'zi nima, genofond o'zi nima degan savollarga qisqacha qilib javob beradigan bo'lsam, hozirgi kunda dunyoda hammamiz bilamiz, FAO Xalqaro oziq-ovqat xavfsizligi tashkiloti mavjud bo'lib, shu tashkilot negizida dunyo bo'ylab 1000 dan oshiq milliy gen banklar faoliyat olib boradi. Demak, milliy gen bankning asosiy funksiyasiga qishloq xo'jaligi ekinlari urug'larini kolleksiyasini saqlash,